Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Adliya sohasiga doir yoki davlat xizmatlari sohasiga oid savollaringiz bormi? Unda siz izlagan aniq va ishonchli javob aynan shu yerda. Namangan viloyati adliya boshqarmasi tomonidan fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirish hamda kundalik hayotida uchraydigan huquqiy masalalarga tezkor yechim berish maqsadida siz izlagan javob loyihasi yo'lga qo'yildi. Mazkur loyiha doirasida adliya savol-javob Telegram boti ishga tushirildi. Endi siz o'zingizni qiziqtirgan savollarga uyingizdan chiqmagan holda javob olishingiz mumkin. Botga ulanish juda oson. Ekranda ko'rsatilgan QR kod orqali yoki adliya savol-javob bot nomi orqali Telegramda murojaat qilish mumkin. Botga kirganingizda avvalo kanalga obuna bo'lish va savol yuborish imkoniyati taqdim etiladi. Kanalga obuna bo'lish sizni doim foydali huquqiy ma'lumotlar bilan tanishib borish imkonini taqdim etadi. Fuqarolik masalalari, oila va nikoh, mulk va yer munosabatlari, davlat xizmatlariga oid savollaringizga bemalol javob olasiz. Sizni savolingiz malakali mutaxassislar tomonidan ko'rib chiqilib, bir ish kunida aniq va tushunarli javob beriladi. Huquqingizni biling, savollaringizni yashirmang. Siz izlagan javob bizda.